Assalomu alaykum aziz hamkorlar. Mana jonli aktiv olyapmiz bugun. Jasmin choyimizdan rezultat ko'rgan ekanlar xolam. Xolajon, siz jasmin choyimizni yashilini olib ichgan ekansiz. Qani mana o'zingiz o'z og'zingiz bilan ayting hamkorlarimizga qanday rezultat ko'rdingiz? Jasmin choyini men davleniyam ko'tarib yuradi. Jasmin choyini ichib 1 yil mobaynida iste'mol qildim. Men rosa o'zgarishlar, tirnoqlar yo'q bo'ldi, tomirlarimdagi qorin xolesterinlar, oshqozon hamma ich nimalari yaxshi bo'ldi-da. Shuni so'rab kelsam, o'zi yo'q ekan bitta. Tugagan, xudo xolasa uramiz, yana kelib qoladi. Qancha ariqladingiz? O'zingizni nazaringizda necha kiloga ariqladingiz? 20 kilo ariqladim. 20 kilo ariqladingizmi? Rosa foydasi zo'r ekanda. Mana ham davleniyalarga ham ariqlash bo'yicha rezultat ko'rgansiz, ha? Grilif zo'rmikan? Grilif zo'r, gap yo'q. Rahmat, salomat bo'ling.